Uzdul PHP dersi 26. qism MyCircle haqida. PHP sandan, ya'ni sonliq uchuran biri. MyCircle bir xil sonliq uchuran bir bo'lib, qisqartirilib sandan deb ataymiz. Sandanda HTML jadvaliga o'xshash qurva stollar hosil qilgan kataklar bo'ldi. Shu PHP bilan MyCirclening ikkisining birlashmasi bir mukammal tor bekatni hosil qildi. Masalan, sandan misol keltirsak, bir shirkat tuvandagi sonliq uchur jadvalining o'z ichiga oldi. Masalan, customers xaridorlar, products mahsulotlar, employees mulozimatlar va orders zakazlar qatorliq sandan mulozimatlarni sandan uchurlarni o'z ichiga olsa, shu bir shirkat tor bekatiga nisbatan mukammal bir iqtidorni bu PHP programmasi orqali ikkisini o'zaro uchur almashtirib bir taraf qilishga bo'ldi. Bu MyCircle'ningki organ tori www.mycircle.com Müştor bekatdan bunun münasibətlik barlıq uçurlarga, texnikalarga haqsız erişə alaymiz. Məsələn, bu bir addi sandan uçuru. Bunun qaraydigan bolsaq, məsələn, bu familiyası, özünün ismi, adresi, bu turuşluq şəhər qatarlıq, bir qatar uçurlarni bir bilək, bir qrupa alətdə sandan jadvalda müştahalat saqlandı. Məsələn, bu persons degan sonliq jadval uchuridan last name, ya'ni keyin hozirgi o'zining qo'ygan ismi degan uchurni ko'rsatish buyrug'ini bersak, bu buyruq ijro bo'lgandan keyin ko'rinadigan uchuri bu yerda last name deb 3 odamningki ismini biz ko'rsatib berdi.